Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Xitoy doiralari Urumchi shahar rayonidagi qabrlarni ko'chirib ketishga buyruq qilgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi xitoylashtirishga qarshi turib Uyg'ur tilidagi milliy ma'rifni rivojlantirish haqida maxsus doklad e'lon qildi. Turk so'z sanoatchilar birligi qurildi. Makkada islom dunyosida duch kelayotgan masalalar muzokara qilindi. Tövəndə dixtanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlardı olsun. Erkin Asiya radiosu xəbərində yaxında Urumchi şəhərlik iqtisadi taraqqiyot rayonining qabr ko'chirish ishxonasi rasmiy uqtirish tushirib, qabr egillarining Shimol Vokzal rayoniga joylashgan Fingtian qabristonligidagi qabrlarni ko'chirib ketishni talab qilib, 15-iyundan boshlab ko'chirilishga boshlaydiganligini bildirgan. Lekin uqtirishda qabristonlikning qayerga ko'chirildiganligi, qabrlarning nima uchun ko'chirildiganligi, uning o'rniga qanday qurilish silindiganligi tushuntirilmagan. Xitoy hukumati 2017 yil 2-oydan boshlab Uyg'ur, Qozoq va rayondagi boshqa musulmon turkiy xalqlarni keng ko'lamda tutqun qilib lagerlarga qamash bilan birga moddiy va ma'naviy madaniyat sohasida umumyuzlik xitoylashtirish harakati qo'zg'agan. Bu harakat musulmon qabristonliklarini yo'tkash, qabrlardagi gumbaz, oy yulduzlarni chiqib tashlash, qabrlarning islomiy xosligini butunlay yo'qotishni o'z ichiga olgan. Urumchi iqtisodiy texnik taraqqiyot rayonining uqtirishi ilgari surilishicha qabr egillari 15-iyundan burun qabr ko'chirishga aloqador rasmiyatlarni bajarish kerak ekan. Agar qabr egillari 15-iyundan burun rasmiyat bajarmagan qabrlar egisiz qabr sifatida bartaraf qilinadi ekan. Uqtirishda mazkur qabr ko'chirish plani Abdum rayon va Urumchi shahrining bir tutash o'rlashtirishi, shundaqla Urumchi shahrining dabni ishlarini boshqarish nizomidagi aloqador belgilamalarga asosan shaharlik hukumatning tasdiqlashi bilan elib berilayotganligi bildirilgan. Yaqinda Xitoy doiralarining Xotandagi Imom Asim va Imom Ja'fari Sodiq mazarlarini chiqib o'tganligi oshkorlanib, Uyg'ur madaniyat tadqiqotchilarining qattiq tanqidiga uchragan. 16 may kuni Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Xitoy tilining mutlaq hukmronligiga qarshi turish, Abduli Ayov va u tashabbus qilgan Uyg'ur ona tilidagi ma'rif harakati sarlavhalik bir doklad e'lon qildi. Mazkur dokladda Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda Uyg'ur tilini siyosiy, ijtimoiy, madaniyat va ma'arif sohasidan siqib chiqarganligi, Uyg'ur milliy kimligining jiddiy ravishda xirisga duch kelganligi, Uyg'urga munosabatlik har qanday bir yerlik va mahalliy madaniyat omillarining yo'qotilish nishoni qilinayotganligi nuqtaliq bayon qilingan. Mazkur dokladda Uyg'ur ziyolisi va tilshunos Abduli Ayubning Uyg'ur tilini qo'g'dash haqidagi tashabbuslariga alohida o'rin berilib, Uyg'ur ona tilini qo'g'dash va ona tillik ma'rifni rivojlantirish yo'lida nohaq turmaga tashlanganligidagi o'tmishlar tilga ilinib, tarixdan buyon davom qilib kelayotgan Uyg'ur tili yoziqi va bu tildagi milliy ma'rifning navbatda Xitoy hukumati tomonidan qanchalik darajada yo'qotishga uchrayotganligi markazda ifodalangan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Henry Shajevskiy apandi Uyg'urlar masalasiga yaqindan ko'ngil bilib kelayotgan, shundaqla Uyg'ur tili yoziqining taqdiri haqida jiddiy o'ylanayotgan mutaxassislarning biri bo'lib, doklad o'tirib qo'yilgan eng muhim temalar ustida to'xtalib, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi e'lon qilgan dokladda asosdagi muhojiratdagi Uyg'urlarning Uyg'ur tilini saqlab qolish va uni gullantirish uchun qanday tirishchiliklarni ko'rsatayotganligi o'tirib qo'yildi. Uyg'ur tili kishilarning kundalik turmushi, xizmat muhiti va Uyg'ur axborotchilik uchun kam bo's bo'lmaydigan bir tildir. Dokladda mushu nuqtalarni tilga olish orqali Uyg'ur tilining Xitoy hukumatining ziyonkashligiga uchrayotganligini anglatdik dedi. Doklad yana agar bir tilning jamiyatda belgilik o'rni va qimmati yo'qolsa yoki bu tilni ishlatuvchilarga turli jinoyatlar ortilsa, u chog'da oila ularning ona tilini ishlatadigan birdan-bir bexatar joy bo'lib qoladi. Navbatda Sharq Turkistonda Xitoy tilining mutlaq hukmronligi davom qilayotgan mezgilda muhojiratga Uyg'ur jamoatchiligi va Uyg'ur tashkilotlari Uyg'ur tili hamda madaniyatini saqlab qolish uchun tirishchiliklarni ko'rsatish kerak. Ular bu tirishchiliklar uchun faxrlanish kerak deyilgan. Ba'zi kuzatuvchilarning deyishicha, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining maxsus Uyg'ur tili haqida e'lon qilgan doklati Uyg'ur tili va Uyg'ur kimligi duch kelayotgan xiristlarni dunyoga anglitishda muhim rol o'ynaydi ekan. Henry Shajevskiy apandimi bu vaqtda fikr bayon qilib, Xitoyning Uyg'ur madaniyatini butunlay yo'qotish harakatida bo'layotganligi aniq. Buning ro'shan ifodalarining biri Uyg'urning Uyg'ur tili va diniy e'tiqodi qilingan yoshirin hujum. Yana biri danglik qurilishlardan Qashqar koni shahri va boshqa rayondagi masjidlarning chiqilishidek oshkor hujumdir. Til bir millatning milliy kimligi. Biz mushu nuqtalarni chiqish qilgan asosda dunyoga Xitoy hukumatining Uyg'ur kimligini yo'qotish o'rinishida g'alaba qilinmaydiganligini bildirishimiz kerak deganlarni bildirgan. Türkiye, Qozog'iston, Ozarbayjon va Qirg'iziston tomonidan Turk so'z sanoatchilar birligi qurildi. Türk Kengish qarmog'ida Turk so'z sanoatchilar birligining qurilishiga aloqador kelishim Qozog'istonning poytaxti Nur-Sultonda chaqirilgan 12 kun navbatlik Ostona so'z iqtisod munbir yig'in doirasida ishga oshirilgan Turk so'z sanoatchilar kengashi yig'inida imzolandi. Turk Kengishining bosh kotibi Bag'dod Amriyevining riyosatchiligida o'tkazilgan imzo marosimiga Qozog'iston bosh ministri Asqar Momin, Turkiya so'z sanoatchilar va uyushmalar birligining boshlig'i Rifat Esarjiqli o'g'li,
Qozog'iston Atamakan Milliy korxonachilar uyushmasining boshlig'i Abulay Mirzahmetov, Ozarbayjon Milliy korxonachilar konferensiyasi organlarining boshlig'i Mamad Musayev va Qirg'iziston Savdo sanoatchilar uyushmasining muavin boshlig'i qatorliqlar qatnashgan. Ma'lum bo'lishicha, Turk Savdo sanoatchilar birligining nishoni Turk kengashiga a'zo davlatlar o'zaro iqtisodiy munosabatlarni kuchaytirish va o'zaro savdo ishlarini yanada yuksak saviyaga yetkazish ekan. Mekkede chaqirilishi planlangan 14-navbatlik oliy rahbarlar yig'inida islom dunyosida duch kelayotgan masalalar muzokara qilinadi. Islom hamkorlik tashkilotining bu oyning oxirida Mekkada chaqirilishi planlangan 14-navbatlik oliy rahbarlar yig'inida islom dunyosida duch kelayotgan masalalarning muzokara qilinganligi bildirildi. Islom hamkorlik tashkiloti tomonidan bu vaqtda e'lon qilingan bayonotda 14-navbatlik oliy rahbarlar yig'inining Saudiya Arabiston podshohi Salman ibn Abdulaziz riyosatchiligida 31 mayda Mekkada chaqirilganligi qayd qilindi. Mekke oliy rahbarlar yig'ini kelajakka qarab temisidagi shuarga asosan chaqirilgan yig'inda Falastin masalasi va ba'zi a'zo davlatlarning navbatdagi vaziyati muzokara qilingan. Oliy rahbarlar yig'ini oxirlashgandan keyin islom dunyosida duch kelayotgan masalaga munosabatlik o'rtaq xitobnoma e'lon qilinganligi bildirilgan. Saudiya Arabiston podshohi Salman ibn Abdulaziz Paris qo'ltiq hamkorlik kengashiga a'zo davlatlar bilan arab davlatlarining rahbarlarini 31 mayda Mekkada oliy rahbarlar yig'iniga chaqirganda Bahrayn, Arab birlashma xalifaligi, Djibouti va Yaman qatorliq davlatlar birdek ovoz qo'shdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Görüşkicha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.